Assalomu alaykum. Doktor Boyson kanali kuzatuvchilari. Bugun sizlarga barcha kasalliklarning negizida asosan 70-80% odamning o'ziga bog'liqligini bilasizlarmi? Odamning o'ziga bog'liqligi 70-80% kasalliklar odamning o'ziga bog'liq. Buni nima qilish kerak? Qanday qilish kerak? Mana shu haqida sizlar bilan bugun ma'lumot beraman. Sizlar bilan gaplashamiz. Ya'ni hozirgi kunda ko'payib ketayotgan barcha kasalliklar, mana misol uchun men nevropatologman. Nevrologiya kasalliklar ham asosan odamning o'ziga bog'liq bo'lyapti. Bizni kanalimizni kuzatib boring. Bugun juda ko'p ma'lumotlarga ega bo'lib olasizlar va shu qadamlarni boshlasalaring, keyin ko'rasizlar, alhamdulillah, sizlarga doktor ham yoki bo'lmasa ortiqcha dori darmon ham kerakmasligini tushunib yetasizlar. Nima uchun? Nima uchun deganda odamning o'ziga bog'liq bo'lib qolyapti. Ko'plab kasalliklar o'ziga bog'liqligi nima uchun? Birinchidan bosma-bosma sanaymiz. Mana hozirgi kunda davlina, xafaqon kasalligi, davlina, insult, infarkt, sahrni diabet yoki bo'lmasa surunkali bosh og'rig'i, semizlik, mana shunday ko'plab kasalliklar ko'payib ketmoqda. Bunga nima sabab bo'lmoqda? Nima turtki bo'lmoqda bunga? Bunga odamning o'zi bo'lyapti. Qisman tashqi muhit ham ta'sir qilayotgan bo'lishi mumkin. Birinchidan, agar siz mana shu kasalliklar ko'payib ketyapti, buning oldini olish kerak. Bizning ota-onalarimiz yoki bo'lmasa o'zimiz yoshimiz bo'lsa o'zimiz men tavsiya qilgan amallarga, tavsiya qilgan narsalarga amal qilsalaring, o'zlaring 2 hafta yoki bo'lmasa uzoq bilan 3 haftada o'zgarishlar sezasizlar. Tanalaringni sog'ayishda his qilib boshlaysizlar. Nima uchun? Praktikada ko'p ko'rdim. Ko'plab bemorlarni mana davolab boshladik va bemorlarga tavsiya qildik. Ular bilan qayta bog'lanib, ularga shu tavsiyalarni amal qilgandan keyin qilib boshladi. Ko'plab bemorimiz mana shu tavsiyalardan keyin yaxshi bo'lib yuribdi. Umuman kasal bo'lmayapti, bezovta bo'lmayapti. Nimalar? Birinchi o'rinda hozirgi kunda bizda organizmimiz o'zi charchab qolgan, holsiz bo'lib, lanj bo'lib qolgan. Nimaga? Mana misol uchun uyquchanlik, lanjlik, charchash, holsizlik ko'payib ketyapti. Shu bilan birgalikda o'sha ish yoqmaydi, davlina oshib ketaveradi. Misol uchun ertadan kecha o'tirsa ham charchab ketadi, bel og'riydi, tiz og'riydi, bo'g'imlar og'riydi, bosh og'riydi. Umuman olganda og'riqlar ko'payib ketyapti. Yoki bo'lmasa og'riq bilan birga charchash ko'payib ketyapti. Shu bilan birga stresslar ko'payib ketyapti. Mana shu narsadan qochish uchun nima qilish kerak? Nima qilsak biz sog'lom bo'lib yuramiz? Birinchi o'rindan, hurmatli auditoriya, eshitib olasiz. Birinchi o'rindan agar sizlar to'g'ri hayot tarziga amal qilsalaring, sog'lom bo'ladi. Nima deydi? Mana hamma gapiryapti deydi, hamma nima qilyapti? To'g'ri hayot tarzi nima qilishim kerak deydi. Mana birin-ketin sanaymiz. Birinchi o'rinda misol uchun yosh bo'lamizmi? Yoshimiz ulug' bo'ladimi? Yoki bo'lsa yoshi katta insonlar bo'ladimi? Birinchi o'rinda odam rejimni, ya'ni organizmni to'g'ri qilmasa, rejimni, bu kasallikdan chiqib ketmaydi. Nimalar qilish kerak? Birinchi o'rinda harakat dedik. Harakat doim bo'lishi kerak. Harakat mana chiqayapti 10 ming qadamda. Yo'q, sizlar nima qilinglar? Harakat qilganda ham o'zining vaqti bor, soati bor. Kun davomida emas. Misol uchun ishdan charchab keldingiz, kechqurun yurish yoqadimi? Yoki bo'lmasa obedda ishdasiz, sizga yurish yoqadimi? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Like'lar bosib qo'yinglar. Boshqalarga ham yetib borsin. Misol uchun obedda ishdasiz, ishda vaqtingiz bormi yurishga? Yo'q, bunday vaqt yo'q. Birinchi o'rinda bizda ertalab turamiz. Nima uchun ertalab turish? Bizga nima uchun islom diniga, musulmonlarga bomdodda turish kerak ekan? Bomdodda turgan paytda ilmiy faktlar bilan ham organizm uchun tushuntirman. Bomdodda turganlaringdan keyin bomdod paytda organizmda o'sha kortizol gormonlari hali ishlab chiqarilmagan bo'ladi. Misol uchun stress gormonlari. O'sha 8 gacha uxlaydiganlarda kortizol ko'payib ketadi, ko'pchiliklarda insult bo'lib qoladi. Infarkt bo'lib qoladi. Nimaga? O'sha 8-9lar, 7dan 9 orada bomdod paytda turib, o'sha organizm o'zi ishlab chiqaradigan gormondan oldin turib harakat qilsa, yursa, birinchi o'rinda o'sha gormon ko'tarilguncha biz o'zimizni tiklab olamiz organizmni. Birinchi ertalab turib, mana 1 stakan suvga bir 10 tomchi, 5 tomchi limonni tomizib, hatto bir 20 minut, 30 minut yuringlar, uxlashdan ertalab uxlamang. Yuringlarda birinchi qiladigan ishlaring
Ertalab turib yuringlar. Albatta turib yurish kerak. Bu yurish ertalabki kun davomida aniq zo'r energiya beradi. Sizlar kechqurun yurganlaring yoki bo'lmasa obedda yurganlaring, kun davomida yurganlaring bu fizik energiya sarflanadi. Energiya ketdimi, bu charchash degani. Ya'ni ham ish ham yoqmaydi, ham energiyalaring ketadi. Shuning uchun ertalab miya tiniq paytda birinchi o'rinda turish kerak va turib yurish kerak. Yurganda ham kamida bir yarim soat yurib kelsalaring, toza havoda, mana ayniqsa bahor fasli qanday zo'r ob-havo. Yuringlar, tanalaringni o'zgarishni 2 haftada sezib boshlaydi. Birinchi qiladigan ish harakat. Ikkinchi, kechqurun misol uchun ishdan charchab kelasizlar, to'g'ri, bir xillar nima qiladi? Kechqurun kelib, choylarni ichib, ovqatlanib, uxlamasin. Kechqurun ham yarim soat yoki bo'lsa 20 minut yurib kelsin. Bo'ldi. Mana shu ertalab kechqurun yurganlaring juda katta foyda organizm uchun. Ham kechqurun tiniqib uxlaydi miya, ham qon aylanish yaxshi bo'ladi, qonlaring suyuq bo'ladi va ortiqcha kasallik sizlardan yiroq bo'ladi. Bu birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda, organizm ortiqcha stress va ortiqcha oziq-ovqatlar bilan charchatib tashladi. Nima uchun? O'sha oshqozon yaxshi ishlamayapti, o't qopi yaxshi ishlamayapti, hazm qilish sistemasi yaxshi ishlamayapti. Buning hisobiga, mana yaxshi ishlamagan hisobiga kasalliklar ko'payib ketyapti. Misol uchun, insultni ovqatlanish bilan bog'liqligi aniq isbotlangan. Misol uchun, surunkali bosh og'rig'i yoki bo'lsa o'sha bo'g'im og'riqlari yoki bo'lsa bel og'riqlari, bosh og'riqlari, bular haqida ma'lumot berdim. Misol uchun, organizm ich qotishi, ichki organizmdagi hazm tizimidagi muammolar ham yoki bo'lsa kam harakat mana shu kasallik olib kelyapti. Bizlar o'zimizni o'zimiz kasal qilyapmiz, o'zimiz. Agar bizlar to'g'ri rejimga o'tib olsak, umuman bezovta bo'lmaymiz. Like'larni bosib qo'yinglar, boshqalarga ham yetib borsin. Nima qilishimiz kerak? Birinchi o'rinda harakatni tushundilaring. Ertalab, kechqurun albatta. Ertalab yarim soat, kechqurun 20 minut, yarim soat yuringlar, kuniga 1 soat davomida. Kun davomida yurganlaring bu ish uchun energiya sarflayapsizlar, o'zlaringga energiya yig'mayapsizlar. Ertalabki va kechqurungi organizm uchun energiya va kun davomida va kechqurun uxlash uchun kerakli bo'lgan energiyalar yig'iladi. Ikkinchisi, bizlar to'g'ri ovqatlanyapmiz deymiz. Aslida to'g'ri emas. O'zi sog'lom ovqatlanish bor. Sog'lom ovqatlanish qanday? Misol uchun parhez emas. Parhez boshqa narsa. Sog'lom ovqatlanish boshqa narsa. Sog'lom ovqatlanish birinchi o'rinda, misol uchun, biz qaysi ovqatlar? Yeyotgan nonimiz, eng oliy navdan bo'lgan o'sha bug'doy uni deymiz, yeyotgan unlarimiz, yeyotgan shirinligimiz, o'sha novotmi, yuraklimi, boshqasimi, buyraklimi, xullas yeyotgan shirinliklarimiz yoki bo'lsa do'konlarda chiqqan har xil shirinliklar va boshqalar, bular biz uchun ziyon beryapti. Like'lar bosinglar. Birinchidan o'sha eng oliy navli undan bo'lgan mahsulotlar. Ikkinchi, barcha shirinliklar. Uchinchi, mana yoz kelyapti. Yozda har xil rangli suvlar, energetiklar, gazli suvlar ichish ko'payadi. Bularni ichishni kamaytirish kerak. Nima uchun? Bularning tarkibida shakar miqdori, taurin, kofein juda yuqori. Shuning uchun mana 3 ta mahsulot sanayapmiz, katta-katta. Birinchi xamirli bo'lgan ovqatlar, ikkinchi undan bo'lgan mahsulotlar, ikkinchisi shirinliklar, sintetik yoki sun'iy yaratilgan shirinliklar. Buncha har xil novotlar, qandlar, shakarlar, bular ziyon. Keyingisi barcha hozir kunda chiqayotgan mana ichimliklar, rangli ichimliklar, gazli ichimliklar, shirinliklar, bular ham. Undan keyingisi sun'iy mana dudlangan go'sht mahsulotlar, mana kolbasa, saska yoki bo'lsa margarinlar. Bular sizlar bilasizmi, rak chaqirishini. Hozir kunda statistika qilingan, mana shu mahsulotlarda rak chaqirish xususiyati o'ta yuqori. Shu bilan birgalikda men anoda ham aytdim, boyagi uzoq yog'da qovurib iste'mol qiladiganlarda rak xavfi yuqori. Misol uchun kuzatuvchilarimizda kimdir tanishida yo qarindoshida rak bo'lgandir. Uni rakning sababi nima desa, sababi noma'lum deydi ko'pchilik. Lekin nimalardan bo'lishi mumkin? Turmush tarzi, hayot tarzi deydi. Va baraka topqirlar, ovqatlanishga bog'liqligi juda ko'p. Mana shu hozir sanayotganlarim, mana ayniqsa kolbasa, saska mahsulotlari, go'sht, keyingisi margarinlar, bular rak chaqirish xususiyati ko'p. Oshqozon ichak raki,
bundan tashqari qizilo'ngach raki va to'g'richak. Mana shunday raklar ko'payib ketyapti. Undan keyingisi nima? Undan keyingi mahsulotlar qovurilgan mahsulotlar yeyish kerak emas. Nima qilamiz endi qovurilgan go'sht yemay o'tamizmi? Yo'q, go'shtni yeysizlar. Go'shtni o'sha yoqqa tashlab qo'yib, dimlab 2 soat yoki pastgina olovda dimlasalaring, u eng kerakli energiyani beradi. Eng kerakli vitaminlar chiqadi. Qovurilgan mahsulotni birinchi o'rindan qovuriladi, yaxshi pishmaydi. Ikkinchi o'rindan o'sha yog' borki, qancha qovurilgan sari paxta, simichka yog'i, bu kanserogen, o'sha rak chaqiruvchi hissiyat bor. Qayerdan kelyapti kasallar? Mana bugun bitta bemor ko'rdim. Faqat go'sht yeydi ekan. 1-2 yildan beri hamma yeri og'riydi. Oyog'i shishadi, tizzasi shishadi, bo'g'imlari og'riydi, qo'llari og'riydi, tirsaklari og'riydi. Og'rimagan yer. Doktor dedi, men dedi, hamma yerga bordim dedi, sabab noma'lum dedi. Hamma yerim og'riyapti dedi. Nima yeysiz deb so'radim. Yeydigan mahsulotining o'rnida nonni bosib yeydi, shirinlikni yeydi ekan, qovurilgan go'shtda har kuni qovurilgan go'sht yer ekan albatta. Bular qovurilgan narsalar organizm uchun ziyon beryapti. O'sha hamma yer og'rib, qo'llar bu o'sha yurishga qiynalyapti. Ertalab turib yurishga qiynalyapman deydi. O'sha deydi, yurganimdan ko'ra uxlasam yaxshi deyapti. U yotgan sari ves olib ketyapti, kasalliklar ko'payib ketyapti. Mana qovurilgan mahsulot bor yo'g'i mana shularda. Bu eng katta. Mana bizning xalqimiz, O'rta Osiyo xalqi mana shu narsalarni ko'p yeydi. Undan tashqari o'sha durujdan bo'lgan nonlar borki, duruj. Nima uchun Yevropa yoki nima uchun o'sha Sharqiy Osiyolar mana Koreyalar yemaydi durujdan bo'lgan mahsulotni? Ular duruj bu o'ta ziyon. Misol uchun o'sha nemislar ham aytgan-ku, bizlar degan O'rta Osiyoni bir umrga yengdik degan. Chunki o'sha durujda Germaniyadan kirib kelgandan keyin bu bizning xalqimiz durujga o'tirib qoldi. Duruj yeyapti, shirinligi ham, pishirig'i ham, torti ham hammasi durujdan bo'layapti. Yo'q bo'lsa eng oliy navli qozog'ini deb hamma oliy nav deb o'rganib qoldi. Lekin buning ziyonligini bilmayapti. Bu sistemni ta'sir qilyapti-dani, o'sha sekin-sekin jigari tiqilyapti, o'tqoq tiqilyapti, ortiqcha ves olib ketyapti, sekin-sekin o'sha bo'g'imlarda og'riqlar beryapti, bosh og'riq beryapti, asta-asta yurakka ziyon beryapti. Bu misol uchun birdan bermaydi. Nimaga birdan bermaydi? Misol uchun yosh bola misol uchun endi ovqat yeb boshlaganda non berib boshlaysizlar. Non berib o'rganadi, necha yillar davom non yeydi. Yana bitta bemor kel, yosh bola, necha yashar? 6 yashar bola. 6 yashar bola faqat non berar ekan, ichi kelmasar ekan, ranglari qorayib ketgan yoki bo'lsa shu ichi 4-5 kunda keladi. Mana shuni tushunmaydi. Baraka topqirlar, hurmatli ota-onalar. Birinchi ovqatlanishni to'g'ri qilinglar. Bolalaringga, yoshlarga, yosh inson, kattasi barcha insonlar birinchi o'rinda ovqatlanishga qattiq e'tibor qilinglar. Shunda kasal bo'lmaysizlar. O'sha men aytayotgan xamirli ovqatlar, shirinliklar, gazli ichimliklar, kolbasa, saskalar tez pishsin deydi, erinadi, tez pishsin deydi. Yoki bo'lmasa undan keyingisi boyagi qovurilgan go'shtlar bolam yesin deydi, o'sadi deydi. Yo'q, o'smaydi, ziyon. Hozirlarga aytaman nimalar yeydigan mahsulotlar aytgandan keyin ko'rasizlar, ular haqiqatan ham o'stiradi, sog'lom bo'lib o'sadi va miyasi to'lib o'sadi. Like'larni bosib qo'yinglar. Savollar bo'lsa yo'llanglar. Savollar qismiga ham o'tamiz. Mana boya yosh bola keludi. Yosh bola, 6 yashar bola faqat non yeydi ekan, shirinlik yeydi ekan. Ichi 3 kunda, 4 kunda beradi. Ichi kelsa ham qop-qora qotib kelar ekanda. Bola shunday ham nima qiladi? Hojatga borib o'tirishdan qo'rqar ekan. Yo, hojatga o'tirsa yig'laydi ekan. Nima bo'lgan? Bu yerda ovqatlanishni to'g'ri qilmagan. Keldi, hech qanday dori yozmadik. Onasiga aytdik, onasiga keling dedik, nima ish qiling dedik. Kelikdani ovqatlanishni to'g'ri yozib berdik. Ovqatlanishni. Keling, men bu narsani yeysiz. Bugundan boshlab shirinlikni to'xtating, nonni to'xtating, men hozir aytadigan narsani. Shu narsani berar ekanda, shuni to'xtating dedik. Bugun mana 8-kun alhamdulillah o'sha bolada o'zgarishni ko'rsangiz, suyuq ovqat yeyapti, mevalar yeyapti. Biza yozib bergansan shunday yeyapti. Bola rangi tiniqlashgan, uyqusi yaxshilangan. Bo'lmasa kechasi bilan injiq bo'lib yotgan bolalar. Injiq bo'lib yotib, uyqusi yo'q deydi, ichi qotib. Bola shunday o'zgardi, rangi ochildi. Deydi, ovqatlarni yeyish zo'r. Ona xursanda. Shu paytgacha bilmagan o'sha ona bolasiga to'g'ri ovqatlantirishni bilmagan. To'g'ri ovqatlantirish deganda nima? Non berish kerak, shirinlik berish kerak yoki bo'lmasa o'sha o'sin deb go'shtni qovurib berish kerak yoki kolbasa berish kerak emas.
Endi to'g'ri ovqatlanish qismiga o'tamiz. Nimalar? Bu maqsadlar to'g'ri qismdan bular nima uchun ziyon beryapti? Birinchidan, bularning ichida nonda ham, shirinlikda ham yoki bo'lmasa qovurilgan narsa ham bular uglevod, shirinlik o'ta yuqori. Shirinlik yuqori hisobiga bu shirinlik uglevodlar organizmda depo sifati, yog' zaxira sifatida to'planaveradi. Sekin-sekin to'planaveradigan jigarda, o'sha buyrakda, yurak atrofida, qorin bo'shlig'ida, tomirlarning ichida yog' to'lib boshlaydi. Non yog' emas-ku deyishlaring mumkin. Nima uchun non nima qiladi? Yog' to'playdi. Chunki non uglevod parchalanib organizmga tushgandan keyin parchalangan energiya sifatida sarflanib qolgani yog' sifatida sekin oxiri yog'ga boradi. Yog' sifat organizmda charbi sifatida jigarda, buyrakda, oshqozon ichakda yoki bo'lmasa qayerda nima bo'lsa, yog' bo'lsa, yog' sifatida to'planadi. Semirishga olib keladi. Bunday birinchi o'rinda o'shalar biz aytayotgan shirinliklarimiz. Endi bu semirib boshladimi? Organizmda moddalar almashinuvi buzilib boshladimi? Buzilib boshgandan keyin o'sha biz aytayotganimiz yurak, buyrak, jigar hammasi ishdan boshlandi, ishdan chiqib boshlandi, yog'dan to'lib boshlandimi? Davlina oshib boshlaydi. Sekin-sekin yoki bo'lmasa yoshlarda bo'lsa charchaydi, lanj bo'ladi, holsiz bo'ladi, ish yoqmaydi, boshi og'riydi, beli og'riydi, bo'yni og'riydi, tizzalari og'riydi. Mana shunaqa og'riqlar bezovta qilib yotadi. Yoshlarda yoshi kattalarga ham semirishga ham olib keladi. Yoshi kattalashib boshladimi? 30 yosh, 35 yosh, 40 yosh boshlandimi? Ularda sekin-sekin kasallik o'tib boshlaydi. Nima kasalliklar bo'ladi? Birinchi o'rinda o'sha davlina paydo bo'ladi. Davlina yoki bo'lsa o'sha grija paydo bo'ladi. Tizzasi og'riydi. Keyingisi sahr paydo bo'ladi. Sahr. Mana ko'rasizmi qancha kasalliklar paydo bo'ladi. Shular sekin-sekin ko'payib boraveradi. Men deydi qayerdan deydi davlina bo'lib qoldim deydi. Qayerdan deydi sahr bo'lib qoldim. Mana negizi qayerda? Mana yoshlikdan yegan o'sha nonlaring yoki bo'lsa o'sha yeyotgan go'shtlaring, yeyotgan shirinliklaring mana shu organizmga ziyon beryapti. Bu sekin-sekin insultga olib kelyapti, infarktga olib kelyapti. Insultning ham asosiy sabablaridan bittasi qon tomir kasalligi bo'lyapti. Dunyo bo'yicha 3-o'rinda turibdi insult. Insultda mana qon tomir kasallari уже 2-ga chiqib oldi. Nima uchun o'sha infarkt insultlar ko'payib ketyapti? Sababi hayot tarzi noto'g'ri, to'g'ri ovqatlanmayapti, harakat kam qilyapti. Hech o'ylamanlar, yosh bola keldi, baraka topgir 23 yoshar bola keldi, insult olgan. Insult olsa ham ishemiyskiy insult qayerdan bergan? Qon bormayotgan insult bir tomoni ishlamay qoldi. Yosh bola, uylanmagan bola endi 23 yoshar insult bo'lyapti. Insult yosharib ketdi. Mana kecha bitta bemor keldi, insult olgan, qo'li ishlamay qoldi. Sirazi kelib yotqizdikda, davolab boshladik. Yo'q, men qo'lim uvishyapti dedi, sal silab dedi. O'ziga aytmadik, lekin o'sha bemor insult olganda sekin yig'ib so'rasak nima qilasiz? Bir yerda o'tirar ekan, qanday ovqat yeysiz, qanday ovqatlanasiz, davlinangiz oshib turadimi? Baraka topgirlar. Davlina oshmay turib ham insult bo'lib qolishi mumkin. Doim o'ylamanglar, davlina baland bo'lar ekan, insult bo'lar ekan demanglar birinchidan. Davlina tushib ketib ham, davlina bo'lmay turib ham insult bo'lib qolishi mumkin. Yoki bo'lmasa davlina bo'lmay turib ham boshi og'rishi mumkin. Davlina bo'lmay turib ham boshqa kasalliklar kelib chiqishi mumkin. Mana o'sha bemor 120 ga 80 normada turibdi, lekin insult oldi qo'lida. Nima sababdan? Qon quyilib ketgan. Qon quyilishga boyagi aytayotgan o'tirayapti, suyuqlik kam kiryapti, quyuq ovqatlar yeyapti va nonni, xamirlar, shirinlik yeyapti. Bu qonning reologiyasini, qonni quyiltirib yuboryapti. Qon quyilgandan keyin nima bo'ladi? Tiqiladi qayergadir. Tiqildimi? Bo'ldi. Nima oldi? Insult oldi yoki infarkt oldi. Savollar bo'lsa yo'llab qo'yinglar. Qani zerikib qolganingizda bitta kim qayerdan kuzatyapti? Qani bitta yozib yuboray, kim qayerdan kuzatyapti bizni? Sizlarga hozir to'g'ri ovqatlanish aytaman. Keyin shuni amalda qilsalaring bo'lar ekan-ku deysizlar. 2 haftada ko'rasizlar o'zgarishni. Kim qayerdan kuzatyapti? Qaysi davlatlardan kuzatyapti? Tojikistondan, Andijon, Moskvadan. Xursandmiz Tojikistondan. Qani Istanbuldan. Assalomu alaykum. Zo'r. Andijondan, Peter, Rossiyadan. Xo'p, salom. Kim qayerdan kuzatyapti? Oxirgacha eshitinglar. Mana shuni qilsalaring inshaalloh Xudo xolasa Marg'ilon, Buxoro, Sankt-Peterburg zo'r. Mana shuni qilsalaring bor-ku,
o'zlaring hayotlaring 90 gradusga o'zgaradi. Umuman kasal bo'lmaysizlar. Tojikiston Beruniy Qoraqalpog'iston yaxshi. Salom, yaxshi Sibirdan, zo'r Qirg'izistondan, Termizdan, zo'r Qamashidan, Samarqanddan, hop. O'sh shahri. Zo'r Turkmaniston, Koreyadan. Koreyadan ham bor ekan. Toshkent, Dushanbe, Marg'ilondan. Zo'r xursandman, juda ham xursand. Bugun aktiv hamma. Qani? Zo'r Moskvadan. Xo'p, zo'r Qoraqalpog'iston, Matmondan, yaxshi Namangandan, chet ellardan ham kuzatayotgan ko'p ekan. Xursandmiz. Bo'lmasa davom etamiz. Xo'p. Shundan Rossiya o'shdan. Xo'p, endi bizlar mana shunday kasallik bo'lmaslik uchun nima qilish kerak? Praktika juda ko'p-da. Har xil praktikani aytaman. Bugun bitta misol davlinasi yaxshi insult topib qoldi. Bunga o'sha boya aytganimdek mahsulotlarni ko'p yeyishi. Yana bitta holat bo'ldi. Bitta holat sahri 25-30 bo'lib yurgandi. 30 sahr bilan yurgandi. 30 sahrga insulin 30 yedinisa, yana 30-50 yedinisa insulin olardi. Keyin 110 kilo edi, davlinasi 200 edi. Unga nima dori? O'zi ichadigan dori 10 ta dorida. Sahrga 2 ta dorilar, insulin oladi, davlinaga oladi, qon suyultiruvchi oladi, bir dunyo dori ichadi. Unga nima dori yozishimiz mumkin? Yana endi butun dunyo standart qilib qo'ygan, buni yoz, uni yoz, yozaverish kerak emas endi deb. Yo'q, o'sha bemorga ichadigan dorisi 8 ta, 9 ta dori ichadi har kuni. O'sha doridan ham bezor bo'lib qo'yib, kuniga o'sha reanimatsiyalarga tushib qolib, o'sha xolaga aytdim, "Keling bir ish qilaylik" dedim. Ovqatlanishni to'g'rilab berdik. Ovqatlanishni parhez qiling demadim unga. Ovqatlanavering, qancha ovqatlansangiz ovqatlaning dedik. Faqat to'g'ri ovqatlaning deb tavsiya berdik. O'sha bemorimiz 2 oydan keyin ketdi oldimga. Men tanimabman. O'sha insulin olmaydi, sahr dori ichmaydi. O'sha bittagina doriga tushibdi. Bor yo'g'i o'sha davlinasi 160, 150 bir ko'tarilganda ichib qo'yar ekan, davlinasi uchun bittagina dori ichib turar ekan. Unda ham har doim emas, saligina nafsni, mana bunaqa nafsni tiymagan paytda ichib qo'yar ekanda, yeb qo'yar ekan. Shunday paytda ichib qo'yar ekan dorini, normaga tushib qolibdi. Ko'ryapsizlarmi? Men deydi 4 yil qiynaldim. 4-5 yildan beri faqat dori yozadi. Bansiga yotaman, kapin desa ukol osma yozadi. Jonimga tegib ketgan ekan dedi. Mana shunday bir to'g'ri retsept tizib berib ovqatlanadigan. Shuni qildi. Bemorimiz alhamdulillah sog'lomda, umuman kasal bo'lmadi, bezovta bo'lmadi. Hozirgacha telefonlashib turadi, nechta bemor jo'natadi. Kelib deydi o'sha tavsiyasiga amal qiling deydi. Nechta bemorlari alhamdulillah sog'ayib ketdi. Endi nima qilishimiz kerak? Birinchi o'rinda to'g'ri ovqatlanish uchun boyagi narsalardan voz kechamiz. Boyagi ovqatlardan voz kechamiz. Kelishdiga men hozir tushuntirib bergan. Endi nimalar mumkin? Birinchi o'rinda mumkin narsalar. Mana sut, qatiq mahsulotlari, oqliq mahsulotlari qancha yesalar yenglar. Sut, qatiq mahsulotlari mumkin. Ba'zi bemorlarga endi nima qilish mumkin? Hazm, sut, qatiqqa bo'lgan hazm qilishi qiyin bo'lsa, ularga cheklanadi. Lekin sut, qatiq mahsulotlarini bemalol iste'mol qilaveringlar. Birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda nima yeyishimiz kerak? Hozir bizda O'rta Osiyoda umuman olganda mana shu O'zbekistonda, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistonda mevalar pishayotgan payti, yoz fasli kelyapti. Ko'katlar gurkurab o'sha o'sib chiqqan payti. Ko'katlar yenglar, rezavor mevalar yenglar. Mevalarning barcha turini yenglar. Mevalar inkor qilinmaydi. O'sha shirinlikda mana novotda shakarning o'rnini bosadigan mana qulupnaylar chiqyapti. Nimalar borki, shirin narsalar, bananlar bor, yoki bo'lsa olmalar bor, yoki bo'lsa o'sha har xil shirin mevalar bor, uzum bor. Bu mahsulotlar bilan iste'mol qilinglar. Tut bor, hozir tut chiqyapti. Mana shu mahsulotlarni iste'mol qilinglar. Qancha noz ne'matlar. Bular organizmdagi bilinglar, bular o'sha tabiiy mahsulotlar organizmda qand miqdorini oshirib yormaydi birinchi o'rindan. Ikkinchi o'rinda tarkibidagi vitaminlar, minerallar, kalsiylar biz uchun eng kerakli bo'lgan mahsulotlar.
Yeydigan mahsulotlarimiz ikkinchisi nima ekan? Birinchisi sut qatiq mahsulotlari hammasi mumkin. Ikkinchisi o'sha biz aytayotgan rezavor mevalar, ho'l mevalar, ko'katlar hammasi mumkin. Qaysi? Misol uchun rezavor deganda o'sha tabiatdagi barcha noz-ne'matlar, o'sha ko'katlar, shivitlarmi, barcha piyozlar yoki boshqa ho'l mevalar, apelsin, men chetdan kelgan sitrus mevalar emas, o'zimizdan qancha mevalar chiqyapti. Hammasini iste'mol qilinglar. Assalomu alaykum, salom berchi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Hammasini iste'mol qilinglar. Hammasi mumkin. Bananmi, uzummi, boshqasimi endi bu yog'i yoz qishi bilan qishgacha mevaga g'arq pishgan payti. Iste'mol qilinglar. 4-dan nima mahsulotlar iste'mol qilish kerak? 4-dan chaqchuqlar. Chaqchuqning pista, bodom, no'xat, o'sha yoki bo'lmasa nimalar, sho'rdanaklar, mana shunday mahsulotlar, ya'ni pista, bodom, chaqchuq mahsulotlari qancha iste'mol qilsalaring iste'mol qiling. Bular bizga kerakli bo'lgan o'sha pista, bodom bo'ladi yoki bo'lmasa o'sha chaqchuqlar biz uchun eng kerakli energiyani beradi. Non energiya bermaydi, shirinlik energiya bermaydi, shirinlik kuch bermaydi, qovurgan ovqatlar kuch bermaydi, semirtirmaydi. Ular sizlar uchun ziyon beradi. Har bitta organizmga tushayotgani sizlar o'sha charchatadi, lanch qiladi, bellaring og'riydi, tizzalaring og'riydi. Keyin nima qilasizlar? O'sha pullaringni yig'asizlarda borib bansaga topshirsa, davolanaman deysizlar. Vaholanki bilmaysizlar, ko'pchiligi 90% vaqtinchalik 10 kun, 15 kuncha yaxshi bo'lib turadi. Eng uzoq yaxshi bo'lgani 3 oy. Agar sizlar men aytayotgan narsalarni qilsalaring, borishlaring shart emas. Umrbod yaxshi bo'lib yurasizlar, sog'lom bo'lib yurasizlar. Ko'rdikmi? Mana chaqchuq mahsulotlari, shirinliklar yoki bo'lmasa o'sha sut mahsulotlari, rezavorlar, ho'l mevalar. Undan keyingisi dukkakli mahsulotlardan ovqat qilib yenglar. Dukkakli mahsulotlar tarkibida oqsillar bor. O'sha almashtirib bo'ladigan oqsillar bor. Oqsillar sizlarga kuch beradi, oziqa beradi, mushaklaringga energiya beradi. Haqiqiy kuch beradigan narsalar sizlarga o'sha oqsillar. O'sha bizlar dukkakli mahsulotlar aytayapman. Masalan, nimalar kiradi? O'sha no'xat kiradi, mosh, loviya, keyin nimalar bor? Hammasi. Nima mahsulot dukkakli mahsulotlar bo'lsa, o'shani garoq-paroqshlarni olib iste'mol qilinglar va pishirib yenglar. Palov mumkin, osh mumkin, hammasi mumkin. Ularni ham iste'mol qilinglar. Guruchni faqat ularni borki qovurmanglar. Balki dimlab yeveringlar. Guruchni ham dimlab yeveringlar, mumkin. Keyingisi, yana nimalar? Go'sht mahsulotlari. Bizga go'sht mahsulotlari kerak. Misol uchun go'shtni cheklamaymiz. Davlinasi bor insonlarga faqat qo'y go'shtlari cheklanadi. Boshqa hamma insonlarga go'shtni iste'mol qilinadi. Qancha iste'mol qilsalaring shuncha yaxshi. Qanday go'sht iste'mol qilish kerak? Albatta ishlayapmiz. Layklar bosib qo'yinglar. Savollar bo'lsa yo'layveramiz. Qancha go'sht yesalaring shuncha yaxshi. Uni nima qilib yenglar? Qaynatib yenglar, dimlab yenglar, parda pishiringlar yoki bo'lsa tandir go'sht qilib yenglar. Xullas qovurib yemanglar go'shtni. Boshqa hamma narsa qilib yesalaring bo'ladi. O'sha shashliq qilib yesalaringmi, yaxshi pishirib yesalaring bu biz uchun foydali. Lekin qovursalaring bular ziyon, ikki xil ziyon beradi. Qovurilgani yaxshi hazm bo'lishi qiyin, ikkinchidan yog'da uzoq qovurilgandan keyin kansiragan, rak chaqish sur'ati oshib ketadi. Uchinchidan go'sht mahsulotida yaxshi pishmaydi yoki pishgani ham organizm uchun u hazm bo'lish qiyin bo'ladi. Mana ko'rasizlarmi? To'g'ri ovqatlanishni sizlarga tavsiya qilyapmiz. Parhez qilmanglar, to'g'ri ovqatlaninglar. Bitta bemorimiz bor edi. Mana shu narsani tavsiya qildim, shu narsani. Bundan tashqari qo'shimcha retseptlar ham tuzib berdim. Mana shu har bittasi bemorni ko'rib tekshirib 2 oydan keyin ketdi. O'sha bemorimiz 110 kg edi. 2 oy ichida 90 kg ga tushdi, 20 kg ga vez tashlabdi. Bu realni bo'lgan voqea. Sizlardan o'sha semizlikdan qiynayotgan bo'lsalaring, ortiqcha vezdan qiynalayotgan bo'lsalaring, mana shu tavsiyaga amal qilinglar. Keyin ko'rasizlar, o'sha sog'lom bo'lib yurasizlar. Organizmlaring yengil bo'lib qoladi. Xo'p, keyingisi tuxum mahsulotlari hammasi mumkin. O'sha bedana tuxummi, tovuq tuxummi, kurka tuxummi va hokazo. Tuxum mahsulotlari ham iste'mol qilinglar.
Bular ham biz uchun kerak. Keyin misol uchun yoshi ulug' insonlar, yoshi katta insonlar nimaga qiynalyapti? Ichi qotib qoladi yoki bo'lsa hazm bo'lish qiyin bo'lyapti. Nima qilish kerak? O'shalar uyda ham bitta tavsiya qilamiz. Men o'zim nevropatologman. Nevrologiya kasalliklar keladi. Nevrologiya insult yotib qolganlar qiynaladi, ichi kelish qiynaladi, keyin hazm bo'lish qiyin. Mana shu mahsulotlarni yeb turib, bitta tubaj degan narsa bor. Organizm bitta tozalavarish. Misol uchun ba'zi insonlarga oshqozon ichagida muammosi bor insonlar yo o'tida toshi borlar bo'lsa, bu qilmasin. Bu narsani, ya'ni oshqozonda yarasi borlar yoki o'tida toshi borlar bo'lsa qilmasin. Qolgan insonlar shuni bitta qilsa, keyin ko'radi ochilishini. Nima qiladi? Misol uchun yarim litr idishga magneziyani soladi. Magneziya parashok aptekalarda to'lib yotibdi. Bitta parashokni yarim litrlik idishga soladi, solib yaxshi eritadi, iliq qaynoq suvga eritib, keyin iligandan keyin xo'plab 2 soat davomida o'sha yarim litr, 1 litrga yaqin suvni ichadi, xo'plab tayyorlagan bitta magneziyani tayyorlab, keyin 10 qovurg'asining tagiga o'sha anoda bitta baklashkada qaynoq suvni baklashkada sochiqqa o'raytani 10 qovurg'asining tagiga qo'ysin-da, o'sha tomonga yotib, xo'plab 2 soat davomida ichib yotsin va 2 soat bir yerda yotsin. 2 soat yotgandan keyin sekin boyagi o't qoplaring ochiladi, ichaklaring kengayadi, boya shlaklar tozalanadi. Shlaklar tozalangandan keyin yengil bo'lib qolasizlar. Hojatga borib ishlaring yumshab toza bo'ladi birinchi o'rinda. Mana shu parhez qilishdan oldin toza bo'lgandan keyin ertasi kuni boya aytgan tavsiyalari qilib tursalaring kundan kunga ochilib ketasizlar. Kundan kunga yengil bo'lib ketasizlar. Ya'ni tubajni qilib qo'ysalaring bo'ldi. Uyda mana oshqozonda muammosi yo'qlar, oshqozon ichagida. Ikkinchisi o'sha o't qopida tosh yo'qlar. Shunday qilsin, qolganlari o'sha ichi qotadimi yoki bo'lsa o'sha oshqozonda muammosi bor, hazm qilish qiyin, ichi 3-4 kunda kelish qiyin yoki 1 kunda kelsa ham qotib keladimi? Mana shunaqa qiynalayotganlar men aytgan narsani qilsa, keyin ko'ringlar, bemorimiz yengil bo'lib, yosharib yoki bo'lsa o'sha kundan kunga energiya kirib boshlaydi. Bizlar energiyani qayerdan olamiz? Bizlar kuchni qayerdan olamiz? Bizlar o'sha kuchni ovqatdan olamiz, to'g'ri ovqatlanishdan olamiz. To'g'ri ovqatlanish nimada? O'sha men aytayotgan go'sht mahsulotlarida, qaynatib yeganda yoki chaqchuq mahsulotlarida, sut qatiqda, dukkakli mahsulotlarda yoki bo'lsa o'sha suvda iste'mol qilish, tabiiy suvda qaynatilgan suv yoki bo'lmasa o'sha gazlanmagan suvda iste'mol qilish. Mana shu mahsulotlarni iste'mol qilsalaring, keyin ko'rasizlarda sizlar o'zi sog'lom bo'lib yursa ortiqcha kasallik sizlarni qiynamaydi. O'tda toshi borlar nima qilish kerak? O'tda toshi borlar men aytgan tavsiyalarga amal qilsa, sekin o'sha tavsiyalarga amal qilib borsa, sekin o'zi toza bo'ladi. O'sha magneziyani qilsa, o't qopi tosh tiqilib qolish xavfi bo'lishi mumkin. Shuning uchun ularga tavsiya qilinmaydi. Ular o'sha men aytgan tavsiyalar qilsa o'zi yaxshi bitadi. Bitta narsa, baliq mahsulotlari mumkin. Baliq mahsulotlari hammasi mumkin. Sizlarga tavsiyalar berdimda. Mana bizni kuzatayotgan insonlarimiz bor-ku, nechta kuzatayotgan bo'lsa, 100 tami, 1000 tami, shularning 70-80% agar men aytgan tavsiyalarni qilsa, yaxshi bo'lib energiyasi bo'lib ketadi. Pashta 100% gacha yaxshilanasizlar. Chunki men bu aniq sizlarga aytayapman, men shu narsalarni qilsalaring, keyin ko'rasizlar. Chunki men o'zim ham vaqtida shu holatda o'tkazman, bemorlarim ham shunday holatda bo'lgan. Bemorlarimga tavsiyalar qilib, nechta bemorlar mana shu davoladik, mana shularga shu tavsiyalarni qildik. Hammasi alhamdulillah hozir sog'ayib ketyapti. To'g'ri, ba'zi bemorlar bor, ba'zi bemorlarga o'sha tavsiya qila olmaymiz. Ba'zilarga bo'lsa o'sha boshqa kasalliklar bilan keladi. Misol uchun ular to'g'riroq boshqa qiladi, boshqa kasalliklari bor. Ularga boshqacha yondashamiz. Shuning uchun hozir aytilgan nechta bemor bo'lsa, o'sha bizni kuzatgan barcha insonlar mana shu aytilgan tavsiyalarga amal qilsa, inshaalloh Xudo xolasa mana shu kasalliklardan yoki bo'lsa o'sha charchash, lanjlik, holsizlik, bosh og'rig'i, bel og'rig'i, tiz og'rig'i, umuman olganda o'sha nevrologiya kasalliklar, o'sha kardiologik barcha kasalliklar yoki terapevtik kasalliklar sizlarni qiynamaydi. Doktor yurmaysizlar. Doktor ha deb u doktorga borib, ha deb bu doktorga borib chopmaysizlar.
o'zlarini sog'lom qilib qo'yasizlar. Xo'p, kimdadir savol bo'lsa, kanalimizga a'zo bo'lib qo'ysin, bizlar kuzatib borsin. Xudo xolasa inshaalloh biz o'sha kanalda efirda kuzatib boryapmiz, nima qilib qo'yib boryapmiz bemorlarimizni, har xil girja bilan kelgan bemorlar, insult bilan kelgan bemorlar hammasi yaxshi bo'lib ketyapti. Ko'z tiymasi alhamdulillah. O'sha bemorlarimizni sizlarga o'sha boshdan o'tkazgan bemorlarni shikoyatlarini, qanday o'zgarish bo'lganlarini aytib boryapmiz. Yoki bo'lsa Instagram kanalda ham kuzatib boringlar, bizda savollar bo'lsa yo'llab qo'yinglar. Telefon nomerlarimiz qoldiramiz nimaning profilining tagiga. Bizlar o'sha 91lik 213 0340 bemalol murojaat qilaversalaring bo'ladi agar sizlarni qiynayotgan muammolar bo'lsa. Hozircha xayrlashamiz, sog' bo'lamiz, salomat bo'lamiz.